Aytgancha yana bir muhim eslatma: haqiqatni eshitishga allergiyasi borlar buni ko'rmasin. Qatlaringlar yonsa, Ravon Group'da ayb yo'q. Touch it, bring it, Hey, yo, pay Swiss, it, I don't think watch they it, ready for turn this it, shit. leave it, stop, format it, touch it, bring it, pay it, Hey, yo, watch let me it, take turn their it. Qaysi dinozavr o'zi bilan sevishib, bir-biriga video qo'yib joylaydi. G'uli ming otdi. Pay it, Hey, yo, watch let me it, take turn their it, ass back leave to it, the club stop, real format quick. it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, touch it, bring it, pay Bor o'shalarga bor, sevsa seni, uzr hayajonlanib ketdim. Ko'rib turibsizlar, o'zlaringdan Lusiferga, Tataga va qolgan qo'shnoq ichidagi youtuberlarga qilinayotgan va aytilayotgan yolg'on heytlar hammasi sababsiz va asossiz. Eng muhimi, xullas muhimi o'zlaringiz to'g'rilasizlar. Xullas bu video deymanmi, bu film deymanmi, komediya ko'rsatuvi bo'lib ketdi. Xullas-da, qiziqarli bo'lgan bo'lsa, sizlarga manzur bo'lgan bo'lsa, biz xursandmiz. Yana bir eslatma: ichaklarning joylarini tekshirib oling, iltimos. Bu yerda aynan siz reklamangiz bo'lishi mumkin edi. Kimgadir advokat, prokuror, detektiv yoki qoralovchi va sudya kerak bo'lsa, Ravon Group'ga murojaat qilishlaring mumkin. E'tiboringlar uchun rahmat. Keyingi qismlarda bundanda zo'r nima deydlar chiqadi, xullas.